Qancha vaqtdan beri og'riydi oyoqlaringizda? Yo'q, oyoq bu endi biza og'rish ko'p qilganmiz ekan. Bo'g'imlarimda muammo bor deyapsiz. Oyoq qo'llarda uvishish holati bo'ladigan bo'lsa, shabodalashlar, revmatizm holati bo'ladigan bo'lsa, aynan bo'g'imlardagi muammolarga qarshi kurashadi. Men diabetda chista turaman. 18 gacha ko'tarildi. Insulin olasizmi? Insulin agar o'lcham o'laman, insulin olmayman. Bo'lmasa mana sizni salomatligingizdagi muammolardan kelib chiqib, biz Avigarlo mahsulotimizni olib kelganmiz. Momani ham nafas qisib qoladi. Momamda ham shikoyat bor. Momamda ham nafas qisib qoladi, yutalib qoladi. Buning uchun alohida bitta doktor Ali choy olib kelganmiz. Organizmdagi hansirash holati, tomoq yo'llarida yallig'lanishlarga qarshi kurashadigan choyimiz. Buyurdim, oldim. Mana endi ertalabdan boshlab ichaman. Xudo xolasa. Assalomu alaykum azizlar. Biz doktor Ali jamoasi Samarqand viloyatiga navbatdagi tashrifimizni Narpay tumanidagi Normuhammad otamiz xonadonlariga tashrif buyurdik. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra Normuhammad otamiz mahsulotimizga birinchi marotaba buyurtma berishyapti ekanlar. Ularning salomatligidagi shikoyati asosan qandli diabet, ortiqcha vazn, bo'g'imlardagi shikoyatlar bo'yicha bizga murojaat qilibdilar. Endi hozir xonadonlariga tashrifimiz chog'ida ularning hamma savollariga javob beramiz va ularni salomatligidagi muammodan kelib chiqqan holatda Avigarlo Box mahsulotini topshiramiz. Hozir yaxshimisiz endi? Ya bir yaxshi bo'ldim. Yana mazam qochib qoldi. Shu oyoqlarim yurishga qiynaladim, bo'g'imlarim og'riydi. Yoshingiz nechida? Yoshim 68. 68 yoshda, umringiz og'risin. Ancha vaqtdan beri og'riydi oyoqlaringizda? Yo'q, oyoq bu endi biza og'rish ko'p qilganmiz ekan. Bizni mahsulotimiz qayerdan ko'ryapsiz? Televideniyada ko'rib qiziqib qoldingizmi? Televideniyada ko'rdim. Endi odamlar borib, shayxlarga borib, nimalar bo'ldi, shularni ko'rdim. Men aytdim, yoki televizor ko'raman-da, boshqa bekarman, boshqa qiladigan ishim yo'q, qila olmayman ham ish. Bir nimani managa ko'tarib borolmayman. Keyin men aytdim, juvon qildim. Hech kim olmadi. Bugungi ertalab juvon. Men dedi, vrach dedi, Anvar Dilshod bo'laman dedi. Dilshod Anvar. Dilshod Anvar. Shunday. Sovg'alar qo'shib beraman deydi. Sovg'alar qo'shaman dedi. Bu sovg'asi nima bilmayman-ku. Xo'p, bo'lmasa mana sizni salomatligingizdagi muammolardan kelib chiqib, biz Avigarlo mahsulotimizni olib kelganmiz. Bu aynan mana ko'rsatib o'tishgan, yuragimda bezovtaligim bor, hansirashim bor deyapsiz-ku. Jigar, qandli diabet, men ortiqcha vazn. Qandli diabetda chista turaman. Necha qandli diabetingiz? 18 gacha ko'tarildi. Undan hali oshgan yo'q. Lekin chista turaman. Tabletka ichib yurasiz? Insulin olasizmi? Yo'q, so'radi, insulin olmayman dedi. Insulin agar o'lcham o'laman, insulin olmayman dedi. Insulin olsang keyin shuna qul bo'lib qolasan-da. Shunaqa. Har zamonda tabletkani ham pasiyani ichmayman. Lekin parhezini qilib turasiz. Parhez qilmayman. Parhez ham qilmaysiz? Yo'q. Tilim uyishib, tag'nayim qurib, yopishib qolgan pilla. Ichgan 4 kunda bitta tabletka yeyman. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling albatta. Bu shunga momani ham nafas qisib qoladi. Momamda ham shikoyat bor. Momamda ham nafas qisib qoladi, yutalib qoladi. Men aytdim, Xudo dedim, shifo beraman dedi, hastadan shifo beradi. To'g'ri. Men aytdim, shuni olaman dedim. Ota bolalar reklama qilyapti, unday men seni pulingga olatqanim yo'q dedim. Ishing bo'lmasin menga dedim. Bolalarga birov nima demaydi, ey ota dedi, reklama qilyapti-da, yo'q dedim. Men bir ko'ray dedim. Foydalanay dedingiz. Men dedim, mana topganim dedim, ukol doriga yetmay ketyapti dedim. Sizlarga qachonga qul bo'laman dedim. To'g'ri. Dedim, bir olib ichib ko'ray dedim. Ma'qul bo'lsa yana olaveraman. Albatta-da. Bo'lmasa dedim, to'xtataman qo'yaman. Shunaqa. Endi nimadik dard borki, shifo bor-da. Alloh taolo ham sabab qiladi. Nima ajab emas, bizning mahsulotimiz sizni shuncha yildan beri qiynalib turgan shikoyatingizga sababchi bo'lib qolsa xursand bo'lamiz. Shunga men aytdim, juvon qildim. Bilan gap, Dilshod bilan gaplashdim. Dilshod aytdi, shunday. Men sizda dedi, aksiyaga ham kiritib qo'yaman dedi. Men aytdim, umringdan baraka topib dedim. Mana bog'dagi shifo topib keldim dedim. Boraman dedim, izlab dedim.
Bu qayerda bu Mehrigiya? Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan. Qo'qonda. Ha, biz o'zimiz Dilshodbek Anvarlovlarda rahbarlari bo'lamiz. Ha. Ya'ni ular bizning xodimlarimiz hisoblanadi. Shaxsan o'zimiz kelyapmiz. Aytishganda rahbariyat bo'limi boradi deyishgan bo'lsa kerak. Otabek dedimi? Qizim ota dedi, bir Otabek degan yigit ekan. Xudo xolasa mana shu sizga buyurtma qilingan mahsulot. Ha. Ichida 3 ta shishada siropi bo'ladi, bitta flakonda marmelanti bo'ladi. Ha. Siropini bir Buni necha kunda mahal 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin bir osh qoshiqda ichasiz. Och Bir qolmaydi. osh qoshiq. Albatta. Ha. Marmelantini 3 mahal ovqatdan shu 20-25 daqiqa oldin, ya'ni birin-ketin orasida 5 daqiqa tanaffus bilan 3 mahal bir donadan chaynab iste'mol qilasiz. Ha. Bu sizga eng kamida 1 oyga yetadi. Bir oyga yetkilik beraman dedi. Albatta, 1 oy davomida iste'mol qilasiz, organizmda tozalanish jarayoni yuzaga keladi. Ya'ni sizdagi shikoyatlar sek xastaligi bilan peshob yo'li orqali tark etadi va saharingizni me'yorida ushlab turishga yordam beradi. Tarkibidagi giyohlarimiz. Shu bilan birgalikda sizdan iltimos qilaman, parhezlarga e'tiborli bo'ling. Ya'ni o'sha yog'li taomlar, xamir ovqat, achchiq, sho'r bu narsalardan nisbatan kamaytirib turganingiz yaxshi. Xudo xolasa. Keyin sovg'alarni ham qo'shib beraman deb aytishgan ekan. Albatta sovg'asini ham olib keldik, ya'ni sustavniy doktor kompleksi. Bu mana bo'g'imlarimda muammo bor deyapsiz, oyoq qo'llarda urishish holati bo'ladigan bo'lsa, shabodalashlar, revmatizm holati bo'ladigan bo'lsa, aynan bo'g'imlardagi muammolarga qarshi kurashadi. Ichida 3 ta mahsulot kremi, yog'i, marmelanti bo'ladi. Buni ham bir kunda ertalab kremini surasiz, kechqurun yog'ini surib foydalanasiz. Buni foydalanish tartibi orqasida yozilgan. Bemalol bularni o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Bu sovg'a siz uchun mutlaqo bepul va undan tashqari mana hozir telefonda gaplashganimizda ham, o'zingiz bilan mana o'tirib muloqot qilayotgan paytimizda ham sezilyapti ortiqcha vazn va hansirash. Bu kuzatilyapti-da. Buning uchun alohida bitta doktor Ali choy olib kelganmiz. Organizmdagi hansirash holati, tomoq yo'llarida yallig'lanishlarga qarshi kurashadigan choyimiz. Buni bemalol foydalanasiz, organizmni ozdirishga ham yordam beradi. Qo'lni kuni bo'yi ichsam bo'ladimi? Buni 1 litr qaynagan suvga 2 osh qoshiq solasiz. Va kun davomida iste'mol qilaverasiz. Kunni istalgan paytida, oddiy choy o'rnida ham. Och qoringa ham, to'q qoringa ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu bir oyga yetmaydi, yetami? Bu 300 gram sizga eng kamida 1 oyga yetadi. Bo'lmasa 1,5 oygacha iste'mol qilaverasiz. Bir kunda 1 litr. Bir choy qoshiq solaman, ha? 2 osh qoshiq. Osh qoshiq. 2 osh qoshiq. Keyin Dilshodbek aytgandir, biz klinikamizga xudo xolasa yaxshi bo'lib ketib, avvalo shifo topib, klinikamizga boradigan bo'lsangiz, 500 ming so'mlik voucher borganingizda shifokor ko'riklarimizdan mutlaqo bepul o'tasiz va bundan tashqari istalgan mahsulotingizga 500 ming so'm chegirma qilib berishadi. Bu sizni 500 ming so'm pulingiz. Buni ehtiyot qilasiz. Buni so'rogi yo'q. Istalgan paytingiz borasiz, foydalanasiz va xohlagan mahsulotingizda 500 ming so'm arzon narxda olib kelasiz, xudo xolasa. Albatta. Shunday. Undan tashqari eng katta biz aksiyamiz Hindiston aksiyasi. Siz familiyangizni yozib olamiz albatta. Hindiston safariga qo'shib qo'yamiz. Ajab emas? Omadingiz kelib qolib Hindistonlarga borib Kamolon. Nimaga? Mana shunday yurishligingiz o'zi omadingiz. Biz mana juda ko'plab insonlarni xonadoniga kiryapmiz-da. Bilaman. Birini ko'rib shukr qil, birini ko'rib fikr qil deydi-da. Biz shaxsan o'zimiz guvohi bo'lyapmiz, to'shakka mixlanib qo'ygan insonlardan ko'ryapmiz-da. Ya, men ham shu televizorda aytyapman-ki, borib va o'qituvchilar bordi yaqinda, ayol kishilar. Borib shu mehriga nimalarni aylanib, nima giyohlarni ko'rib suhbat o'tkazdilar, muxbirlar bilan. Shuni tomosha qilib o'tirdim-da, men aytdim, ana shu namoz ichaman. Ko'ngilni to'q qiling, ixlos bilan, Xudodan so'rab iste'mol qiling. Xudodan so'rab shu nima qilib ichaman deb. Xudo xolasa mahsulotimiz 100% tabiiy mahsulot. Inshaalloh farzandlaringizni oldida, mana yaqinlarning oldida sizni yuzingiz yerga qaratmaslik uchun harakat qilyapmiz. Avvalo ilohim shifo bersin sizga mahsulotimiz. Biz mana Qo'qondan kelyapmiz-da, salkam deyarli menimcha 800 kilometr, 1000 kilometr masofa bo'lsa kerak shaygacha. Qo'qon Toshkentdan o'tib ketadi. Farg'onadan kelyapmiz, Qo'qondan. Maqsadimiz bo'lib qolsa kerak. Maqsadimiz mijozlarni ko'rishlik, gaplashishlik, mana aytyapsiz. Sharoitini o'rganishlik albatta. Nimam ko'tarildi, ruhim ko'tarildi. Odamni zarini odaman hatto. Albatta. Men masalan hali yotaman qara televizor.
Her zaman da skuterim bor, chiqaman shu domla oldida bor. Piyoda borolmayman. Ansirab qolaman. Hozir gaplashganda ham bilindi o'zi telefonda. Yiqilib qolaman. Shuning uchun skuterim boraman. Mana ikkimiz laqillashib yana qaytaman. Shunaqa. Endi bundan bu yog'iga sog'likka e'tibor beradigan payt kelibdi. 68 yoshdaman deyapsiz. Bu yoshga kirishni o'zi oson emas. Hammaga ham yetkazsa. 76 yoshda. Ana endi shu u ham nimkada oyog'i og'riydi va falan qiladi. Mahsulotimizdan berasa ekanda bo'lmasa yaqinisiga. Iste'mol qilib ko'rsin. Ha, iste'mol qilib ko'rishadi. Foydalansa ajab emas, ular ham yaxshi bo'lib qolsa. Duo qilishadi albatta. Endi shuning uchun aytavering. shuning uchun buyurdim, oldim. Mana endi ertalabdan boshlab ichaman. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, ovqatdan yarim soat Oldi. Albatta. Marminatini 20 daqiqa. ikkovini arasi 20 daqiqa. Yo'q, ikkovini orasi 5 daqiqa bo'ladi. Ko'p emas. 2-3 daqiqa, 5 daqiqa bo'lsa bo'ladi. Ha. Iste'mol qilasiz, ko'ngil to'q qilib, keyin mana hozir o'tib ketdi, nabiralaringiz ham bor ekan. Mabodo nabiralarda gijja qurti, immunitet pastligi, kamqonlik bo'lsa, oilada kimdadir bemalol mana shu doktor Ali choylari va mana bu ichidagi detoks marmelanti bor. Detoks marmelanti. 2 mahal ertalab kechqurun ovqatdan yarim soat oldin bittadan chaynab yeb tursa bo'laveradi. Gijja qurti bor bolalar. U keyin menga bir oyga yetmay qoladi. Yo'q, mabodo bo'lsa, o'shanaqa nabiralaringiz ehtiyoji bo'lsa mahsulotimizni iste'mol qilsa yaxshi. Bo'lmasa o'zingiz. Bormi? Ha? Endi aytganimizda bu yog'iga sog'likka e'tiborli bo'ling. Ertalabda turib, iloji bo'lsa ozgina bir badan tarbiya bilan shug'ullanib turing, qon aylanadi, ha? Harakat qiling. Yuraman, kam yuraman-da. O'zingiz olintirmagan holatda. Qiynamasdan. Charchab qolaman, chunki yuraman. Sekin-sekin yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Endi bitta duo qilasiz, amaki, biz yana boradigan joylarimiz bor boshqa. Bitta nari hozir paxtachi. Paxtachiga o'tib ketamiz. Keyin Bulung'urga qaytamiz. Qo'qonga. Bitta duo qiling endi amaki. Alloh amin. Sog'lik tinchlik bo'lsin. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Amin. Nimaiki yaxshi niyat qilmasanglar, niyatlaringni aytinglar. Bolalar, chaqalaring sog' omon bo'lsin. Amin. Mana shu mehr-oqibat ajralmasin. Amin. Allohu akbar. Siz ham salomat bo'ling. Kelganingda bir piyola choy muntazir. Rahmat. Azizlar, hozirda biz Samarqand viloyati Narpay tumanidagi Normuhammad amakimlarning xonadoniga tashrif buyurib, ularni duolarini oldik. Xudo xolasa, u amakimlar birinchi marta mahsulotimizdan xarid qilishyapti ekanlar. Televideniyada ko'rishibdi. Imkon qadar yaqinlari bilan birgalikda maslahat qilib, mahsulotimizga qiziqish bildiribdi. Avvalo iste'mol qilib, natijasini ko'rishligini Allohdan so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar.